Assalomu alaykum hammaga YouTube tomoshabinlar va Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari. Bugun hafta kunimiz yakshanba, Qarshi Karvon mol bozorida narx-navolarni tanishtirgan kelganmiz. Hosillar bilan qo'chqor qo'y hammasini narxlarini bir boshdan qo'ldan kelgan tanishtirib ketaveramiz. Videomizga xato va kamchiliklar ketadigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bizani kuzatishda davom etaveringlar. Bizani yangi kuzatayotganlar bo'lsa, ekranimizdagi o'ng tomondagi obuna tugmasi bilan bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar, shuni o'zi yetadi. Munosib biza narx-navolarni tanishtirishni boshladik. Bizani kuzatishda davom etaveringlar. Mana akalar bozor kirib olyapmiz, bir boshdan so'rab ketaveramiz narxlarni. Nasllilardan boshlab so'rab ketaveramiz, bir boshdan. Egasi ham ketyapti-ku, bularni bilan so'raymiz dedik. Boshqalarni so'raylik. Mashinani so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bularni? Ikkalasi 20 million deb ikkita. Mana bu ikkita kattanimi? Ikkita kattasini 20 million so'm baho qo'yapti. Bozor nech pul so'rayapti aka? 15 million. 15 million so'm so'rashdi bozor. Bu maydalarni nech pul deyapsiz aka? Maydalarni ikkalasi 9.5 million. 9.5 million so'mdan qilibdi mana ikkalasi. Ikkalasi ham qo'zi ekan, ko'raverasizlar. Bular yoshga to'lgan. Aka qochib turyapti. Yoshga to'lgan ekan. Qatdan o'tadi. O'ting aka. Biz yana boshqalarni so'raymiz. Bir boshdan so'rab ketaveraylik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bular? 6 dan kam bor. 6 million so'mdan kam bor deyapti. Bozor nech pul qilyapti aka? Har 51, 52 so'rabdi. 53 falan. 51, 52, 53 ancha so'rayapti degan ko'raverasizlar. Yoshi necha yoshda aka? Hali shisha ekan meniki. Ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Yana so'rab ketaveramiz. Bir boshdan. Mana shularni ham so'raylikchi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bularni? 8 dan baho qo'yaman. 8 million so'mdan baho qo'yaptilar, ko'raverasizlar. Naslli qo'chqorchilar. Bozor nech pul so'rayapti aka? 6.5. Bozor 6.5 million so'mdan so'rashyapti meniki. Yosh necha yoshda aka bular? 2 tish. 2 tish meniki. 2 tish qo'chqorchilar. Ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. Aka oxir to'xtab qo'ygan narx nech pul baraka qilasiz bularni? 7 dan oshiqroq so'rasam. 7 dan oshib so'rasa, 7 dan oshiqroq so'rasangizlar, mana baraka qilaman deyapti. Ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Yana so'raveramiz. Mashinani ham so'raylikchi, katta qo'chqorlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bularni? 15 million. Mana bu kattani 15 million so'm deyaptilar, qolgani 10 million so'mdan ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'rayapti aka? Hali endi boshqa. Hali so'ragan yo'q ekan bozor. Ko'ringizlarchi. Yosh necha yoshda aka bularni? Chori. Nima? Chori. Chori ekan hali. Mana ko'raverasizlar. Aka nech bilan baraka qilasiz? Kelishtirilgan narxni aytingchi. Kelishtirib beramiz. Bor shumi yo'q, uyga ham bormi? Bor. Nomer qoldiramizmi? 97lik 97lik 200 200 75 63. 75 63. Mana shu nomer bilan telefon qilasizlar. Naslli boqishga qo'chqorlar so'raganlar uchun telefon qilib olaverasizlar. Kelishtirilgan chiroyli narxlar qilib beradilar. Mayli aka, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bular? 6 milliondan 6 million so'mdan baho qo'yaptilar meniki. Bozor nech pul so'rayapti aka? 5 million. Bozor 5 million so'mdan so'rashdi meniki. Ko'ringizlarchi. Yosh necha yoshda aka bular? Qo'zi shu shundami? Nima deysiz? Qo'zi. Hali qo'zichalar ekan. Ko'raveringlar. Aka kelishdilar, nech pul baraka qilasiz bular? Bozorga qarabmi? Bozorga qarab savdoni qilamiz deyaptilar. Ko'rib savdoni qilib olaverasizlar meniki. Mayli aka, sog' bo'ling. Yana so'raylikchi. Asosda ichkariga kiramiz. Hammasidan so'rab, aytib o'tib ketaveramiz. 50 qilib beraman. Bular egasi u ekanmi?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz tog'a? Nech pul deyapsiz tog'a bularni? Bularni 6dan deyapman. 6 million so'mdan baho qo'yaptilar maniki. Bozor nech pul so'rayapti tog'a? Bular 5 dan so'rayapti. Bozor 5 million so'mdan so'rayapti maniki. Ko'rdingizmi? Bular yosh necha yoshda? 2 yosh, 3 yosh shunday. 2 yoshli, 3 yoshli mana qo'chqorlar. Ko'rasizlar, o'zlari baho beraverasizlar. Tog'a kelishinglar narxini aytingiz, nech pulga baraka qilasiz ularni? Bozorga qarab sotamiz endi. Bozorga qarab savdo qilamiz. Bozorga qarab savdo qilamiz deyaptilar. Kelasizlar, kelishinglar narxni olib ketaverasizlar. Mayli tog'a sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz biz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? Egasi yo'qmi? Mayli aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 2008 dan bak, kam bu. 2008 2008 ming so'mni kam bor deyaptilar. Bozor nech pul qilyapti aka? Hamma har xil so'rayapti. Bozor ham har xil narx qilyapti. Ko'ringizlarchi. Necha oylik qo'zchalar bular? 4 oylik, 5 oylik. 4 oylik, 5 oylik qo'zchalar maniki. Kelsangizlar, kelishinglar narxlar ham qilib beradilar. Ko'ringizlarchi. Aka, bir chiroyli kelishinglar narxga qilib berasizmi bularni? Qo'yamiz aka. Nomeringizni ayting. 99lik 99lik 985 985 6704. 6704. Mana shu bilan telefon qilasizlar, Nechta bo'lsa kelishtirilgan chiroyli narxlar qilib beradilar. Nechta bo'lsa ham aka, Sonni qiziq yo'q. soni qiziq deyaptilar. Dastavkasi qanday bo'ladi aka? Bor, dastlabki bor, texnika bor. Dastavka ham bor deyaptilar. Mana telefon qilasizlar, kelishinglar narxlar olib ketaverasizlar-da. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'raman. Bu qo'zchalayapsizda? Bular ham menni. Ha, qo'zchali ham akadan ekan. Bularni nech pul deyapsiz aka? Bular 2 yarmi deb kam ko'p. Bularni ham 2,5 million so'm kam bor deyaptilar. Ko'ringizlarchi. 2 turg'och suvachida 2 ta. Sog'lik garantiya ham aka, kasallik Bir hafta, ko'payapti. 2 hafta, 2 hafta javob. Ha, sog'lik javob deyaptilar. Mana shu bitta turg'och. Mana bu ikkala urg'och. Mana shu ikkita ko'k urg'och ekan aka. Qolgani qo'chqorchalar. Sog'lik garantiyasi bilan beraman deyaptilar. Kelib savdosini qilib olaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaman. Bir boshdan. Narxlar sizlar ma'qul bo'lyaptimi, qimmatmi, arzonmi, o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Bozorga sizda odam kiryapti. Qanday, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz bularni? Bular 2 dan deymiz aka. Erkak urg'ochi aralash. 2 million so'mdan 2 urg'ochi erkak emas aralash. Ha, ko'ringizlar. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor hamma har xil. Hamma har xil so'rayapti? Ha, hamma har xil so'rayapti ekan bozor. Bozor eng arzon nech pul so'radi? 12 dan. 12 dan 1 million 200 ming so'm so'rayapti bozor. Ko'rasizlar. Qarang, bu nech puldan qilib berasizlar bularni? Kelishinglar narxi. Kelishamiz aka. Bozorga qarab. Bozorga Kelib qarab. ko'rish, tanlab ketish. Nomerni uzatib qo'yasizmi? Nomer bilsangiz. Yo, nomer sanaymiz. Shart emas, ha? Nomer shart emas deyaptilar jiyman. Ko'rasizlar, savdosini qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 3 million so'mdan so'rayaptilar mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? 2,5 dan. Bozor 2,5 million so'mdan baho qo'yapti ekan mana. Ular yosh necha yoshda aka? Qo'zimi? Qo'zichalik ekan. Ko'rib o'zlaringiz baho beraverasizlar. Kelishlar narx nech pul baraka qilasiz? 2,5 demabdi, ostiga. 2,5 million qo'shib so'rasangiz, mana baraka qilaman deyaptilar, ko'raverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. So'raylicha. Mana shularni ham so'raylicha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 4 dan 4 million so'mdan mana baho qo'yaptilar. Aka, bozor nech pul so'rayapti? 33 dan. Bozor 33 dan so'rayapti ekan. Ko'rayliklarcha. Aka, yosh necha yoshda bularni? O'tgan yilgami? O'tgan yil qo'zchalik ekan. Ko'ringizlarcha.
Kelishilgan chiroyli narxni aytishni hech pulga baraka qilasiz bular. 34 bo'lsa beraman. 34 dan bo'lsa aka baraka deyapti. Ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Mayli aka sog' bo'ling. Mana yana so'raveraylikchi biza. Bozor narxi sizga ma'qul keladigan bo'lsa fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Mana shoxlilardan so'raymiz hozir. Qanday zo'rmisiz? Nech bilyapsizlar bular? 4 milliondan. 4 milliondan? 4 million so'mdan aka baho qo'yaptilar. Bozor nech pul so'rayapti? Har xil aka. Har xil. Nech pul bozor? Eng arzoni, eng qimmat nech pul so'rayapti? Eng arzon 23. 23, eng qimmatchi Eng qimmati 32. 32. Eng qimmat 32, eng arzon 23 so'rash. Mana aka. Ko'raverasizlar. Ko'rib savdosini qilaverasizlar. Yosh necha yoshda bular? 1 yosh? 1 yosharli mana qo'chqorchalar. Ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Men sog' bo'ling. Mana akalar bugungi bozor narxlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Videomizda xato va kamchiliklar ketgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Bizlarni kuzatish davom etavering.